Tasavvur qiling, kichik bir yuk mashina katta ish qiladi. Har kuni do'kon, bozor, omborxona va qurilish maydonlarida ishonchli xizmat ko'rsatadi. Bu oddiy mashina emas. Bu Chevrolet Labo 2026. Va bugun biz uning haqida hamma narsani gapiramiz. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Siz Auto Instinct Widget kanalini tomosha qilyapsiz. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosing, chunki biz har doim siz uchun eng yangi va eng foydali avtomobil ma'lumotlarini taqdim etamiz. Xo'sh, Chevrolet Labo 2026. Bu mashina O'zbekistonda UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqariladi va u bizning bozorimizdagi eng ishonchli yengil yuk mashinalardan biri hisoblanadi. Kichik biznes egalari, hunarmandlar va oddiy xalq uchun bu avtomobil haqiqiy ish sherigi bo'lib kelmoqda. Kuzov va dizayn tomonidan qaralsa, Labo 2026 o'zining klassik va sodda tashqi ko'rinishini saqlab qolgan. Kompakt o'lchamlari uni tor ko'chalarda va bozor ichlarida haydash uchun juda qulay qiladi. Yuk kuzovi keng va mustahkam bo'lib, og'ir yuklarni tashishga moslashtirilgan. Kabinasi 2 kishilik bo'lib, oldinga yo'naltirilgan o'rindiqlar bilan jihozlangan va haydovchi uchun barcha asosiy qulay sharoitlar yaratilgan. Dvigatel va texnik ko'rsatkichlar haqida gapiradigan bo'lsak, Labo 2026 da 8 markali butun 8 litrli benzinli dvigatel o'rnatilgan. Bu dvigatel taxminan 38 ot kuchiga ega va u shahar harakati uchun ideal hisoblanadi. Yoqilgi sarfi juda tejamkor, har bir 100 kilometrga taxminan 7 dan 8 litrgacha benzin sarflanadi. Bu kichik biznes egalari uchun juda muhim afzallik, chunki kunlik xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Transmissiya sifatida mexanik korobka ishlatiladi va bu mashinani boshqarishni yanada sodda va ishonchli qiladi. Ichki salon oddiy va funksional tarzda jihozlangan. Asosiy asboblar paneli barcha kerakli ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri haydovchiga ko'rsatadi. Tortish quvvati va ishonchlilik jihatidan bu mashina o'nlab yillar davomida o'zini isbotlagan. Podveskasi mustahkam yo'l qoplamasida ham, qiyin yo'l sharoitlarida ham bardosh bera oladi. Narx jihatidan esa Chevrolet Labo 2026 O'zbekiston bozorida eng arzon yuk mashinalardan biri hisoblanadi. UzAuto Motors tomonidan belgilangan rasmiy narx taxminan 98 dan 100 million so'm oraligida. Bu narx kichik biznes uchun ajoyib investitsiya hisoblanadi. Mashina rasmiy Chevrolet dilerlari orqali sotib olinishi va shartnoma asosida buyurtma qilinishi mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, Chevrolet Labo 2026 o'z narxiga mos ravishda ishonchli, tejamkor va kundalik ish uchun mukammal yengil yuk mashinasi bo'lib qolmoqda. Agar siz kichik biznes yuritayotgan bo'lsangiz yoki ishonchli yuk mashina izlayotgan bo'lsangiz, bu avtomobil albatta e'tiboringizga loyiq. Ushbu videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Auto Instinct Widget kanalida yangi videolargacha ko'rishguncha xayr.